Bitiruv kechasiga pensiyaga chiqqan ma'lumlar ham aytilganmidi? Lenta taqib olganiga o'ylaymi bu mo'maychalarni? Voy obi, Nozi, sinfdoshlarimiz-ku kim? Onasini demsiz, shuna sinfdoshlarimmi? 20 yilda beti bilan urishib qolibdi-ku bular. Men ketdim. Obi, Nargiz, mana ro'molcha kimniki? Meniki. Ro'molcha seniki, senisi meniki. Turya qol. Mana protez kimniki? Protez meniki, menisi seniki. Xudo saqlasin. Nargiz, Saodat, Nozi, onaqa yaxshimisiz? Voy, men sinfdoshing Gulbahorman. Voy qizlar, kimda nechta nevara bo'ldi? Jinni kimga gapiryapti? Bu yerda qiz bola yo'q-ku. Menda 5 ta. Menda 3 ta nevara bo'ldi. Hamma birinchi bolali bo'lishdan boshlasa, sizlar birinchi nevarali bo'lishdan boshlaganmisizlar? Nima undaysizlar sizlar? Boshidan yerim telegramlarim ulab, telefonlarim tekshirib yurardi. Hozir ishi ham yo'q. Men ahmoq dash eriga ham qiziq qolmagan kampirchalarga chiroyli ko'rinay deb 400 ming ipodromdan yangi kostyum biriga olibman. Partalar o'zgargan, hamma narsa o'sha, hech narsa o'zgarmagan. Dash partalar o'zgarmagan. 20 yilda sizlar qanday bitib qarib ketdilar-ku? Ketdik ozgina o'ynaylik-da, chalg'aymiz. Sinfdoshlar 20 yilda bir maktabda yig'ilib qolibmiz. Obod bitta sho'x qo'shiq o'ynaylik. Copia, copia, copia aí da gente. Copia, copia, mas estamos sempre à frente. Copia, copia. O'chimizlar bunday qo'shiq o'ynaymiz. Bolam o'zimiznikini qo'y. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dilxiroj. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar. Onalar operatsiyasi qilardi-ku bular. Tushunmadim, DJ. Voy boshim. Voy bilan. Voy boshim. Qizlar o'zir kechga qoldim. Endi mana maktab qorovli amaksiga nima bor ekan bu yerda? Jo'ra men sinfdoshingman-ku. Nima bilasizlar, olgan kreditlar foizini yoshinglar bilan to'layapsizlarmi? 40 ga kirmay boboy bo'lib qolsan-ku. Obid, nima yangiliklar? Yangilik Iskandar Buildingsda endi xonadonlarni onlayn sotuv yo'lga qo'yildi. Endi dunyoni istalgan joyidan turib bemalol xonadon xarid qilishing mumkin. O'zingda nima gaplar? 3 ta nevaradan keyin 7-siga homiladorman. Hechgina bir bekor o'tirmaysizlar, Endi bizda plan bor-da. Erta bahor bitdi, yangi yil tagi bitdi. Ustoz kelyapti. Assalomu alaykum. Voy, bu ustoz, men senga nasibaman deb yurganing. Biz sinfdagi Dila-ku. Dila? Привет, обидчик. Ukajonim o'zimni. Nima birdan podxod qilib qoldingiz? Seni yaxshi ko'raman-da, ukajon. Uydagi shkaflar olib ketgansiz, gilamni olib ketgansiz. Mani qo'zongacha olib ketgan bo'lsangiz. To'g'risini ayting, yana nima kerak? Yo'q, hech narsa kerak emas. Prosta jigarimni xursand qilmoqchiman. Bu yoqqa jurda. Ish qilib turishlik bo'lsin-da. Voy, mana u yerda maza qilib kiysa bo'ladigan futbolkalar 79 mingga ham, 65 mingga ham bor ekan. Shundan ukajonimga 2 ta dona bering. Mening oldimda pulim yo'q. Voy, opang bor, nima g'aming bor? O'zim to'layman, ukajon. Yo, to'ba, quyosh qaydan chiqdi? Kreditiga meni kafillik ko'rmoqchiman-kan. Voy, mana u do'ykalarim 85 ming so'mdan ekan. Ashidan ham ukamga gapiraman. Ha, endi tushundim. Uyda bittagina qolgan ena bola sirda ham olib ketmoqchisiz. Voy, ukajon, siring o'zingga buyursin. Sen sog' bo'lsang bo'ldi. Cho'ta nimadir nitoda? Voy, mana u yoz yaxtakkina shimlarim 99 mingdan boshlanar ekan. 300 minggacha sotilgan Turkiya finkalari 99 ming. Shalvarlar 79 ming. Topchikalar 89 mingdan. Prosta dahshat-ku. Yozda maza qilib kiysa bo'ladigan oyoq kiyimlar atigi 159 ming. Bo'ldi, senga hammasidan abiraman. Bo'ldi. Shu kungacha o'zimdagi ovqatni ham tortib oladigan opam birdan rizqi qaytib o'zgarib qoldi. Yana nima pismiqlikni boshlading? Kasofat. Hozir Imperiyaning hamma filiallarida yozgi zo'r chegirmalar bo'layotgan ekan. Umrimda bir marta jigarimni xursand qilaydi. O'z opangni shunchalar yomon ko'rishingni bilmagan ekanman. Opajon, men nodonni, kechiring, sizni noto'g'ri tushunibman. Sizni qanday xursand qilsam bo'ladi? Mayli uka, bo'p turadi. Iloji bo'lsa mana shunga qo'l qo'yib yubor. Bu nima? Ha, endi meni nomimga o'tkazib berishing haqidagi hujjat. Ha, nima?